Adabiyot yashasa millat yashar degan g'oyani ilgari surgan edi buyuk bobokalonimiz ma'rifatparvar Abdulhamid Cho'lpon o'zining Adabiyot nadur maqolasida. Darhaqiqat, adabiyot millatning millat ekanligini, o'zligini, madaniyatini, qadriyatlarini o'zida ifoda etuvchi ulkan mezon. Uning zamirida bunyod bo'lgan ilmiy va badiiy asarlar esa adabiyotning gultojidir. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Adabiyot, badiiyat, kitob haqida so'z yurituvchi mutolaa ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Biz bugun shoir, davlat va jamoat arbobi Mir Alisher Navoiyning hayoti va ijodi hamda uning Hayratul Abror asari xususida so'z yuritishga harakat qilamiz. Suhbatdoshimiz filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Qarshi davlat universiteti dotsenti Avaznazarov Odiljon domla bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Keling ustoz, dastlab Mir Alisher Navoiyning hayoti va ijodiga qisqacha nazar tashlasak. Assalomu alaykum. Hazrat Alisher Navoiy haqiqatdan millatimizning faxri, g'ururi, butun qadriyatlarimizni o'z asarlariga muhrlab ketgan ijodkor hisoblanadi. Turk olimlaridan biri Ahmed Akalin bir xalqaro simpoziumda aytgan ediki, O'zbekiston o'zining oltini sifati bilan dunyoga mashhur va men aytamanki Alisher Navoiy ana shu O'zbekistonning ma'naviy oltinidir degan bir tashbihni o'xshatishni qilgan edi. Haqiqatdan ham Hazrat Alisher Navoiy o'zbek xalqining, o'zbek madaniyati va ma'naviyatining eng ulug' simolaridan biri hisoblanadi. U kishining ijodini ahamiyati xususida Maqsud Shayxzodani sevimli ijodkorimiz juda bir chiroyli gaplari bor. U kishi aytadilarki, bir guruh ulug' fors-tojik shoirlari amalga oshirgan buyuk vazifani tarix birgina Navoiyning zimmasiga yukladi. Navoiy mana shu vazifani yelkasida ko'tarib, manzilgacha yetkazib bera olgan buyuk mutafakkir hamda ulug' pahlavon edi deb aytadi. Mana bu menimcha Navoiy ijodini eng ahamiyatli jihatlariga urg'u berilgan bu yerda. Ya'niki bir guruh ulug' fors shoirlari deyilyapti. Ya'niki qaysidir fors shoiri birinchi bo'lib adabiyotda g'azal janrini ijod qilgan, kimdir qasida, kimdir hamsanavislikka asos solgan, kimdir muammo, kimdir arbain. Mana shunaqa o'nlab janrlar fors-tojik shoirlari tomonidan qaysidir bir janr, qaysidir bir buyuk ijodkor tomonidan eng yuqori cho'qqiga olib chiqilgan. Bizning adabiyotimizda mana shu vazifalarning hammasini bir o'zi bitta Navoiyning o'zlari bajargan. U kishi o'sha g'azalchilikni ham eng yuksak darajaga ko'targan, qasida navislikni ham, hatto turk adabiyotidagi eng chiroyli hamsani ham, arbainlar, munshootlar, o'sha muhokamatul lug'ataynlar, taskiralar, bu yo'nalishda qaraydigan bo'lsak, haqiqatdan shu bir guruh ijodkorlar qilishi mumkin bo'lgan ishni bitta Navoiyning o'zlari qilib bergan va qilganda ham eng yuksak saviyada bajarib bera olgan ijodkor hisoblanadi u kishi. Hazrat Alisher Navoiy nafaqat ijodkor, balki buyuk jamoat arbobi, davlat arbobi edi. U kishi o'z vazifalarini o'sha muhrdorlikdan boshlab, demak amirlik, ya'ni eng yuqori, demak podshohdan keyingi martabaga bo'lgan qadar yo'lni bosib o'tgan. Va Hazrat Navoiyning bu hayotlari xususida, umuman ijodlarining ko'lami xususida eng yaxshi ma'lumot beradigan asarlardan biri u kishining demak zamondoshi ham shogirdi, o'zining yonida yurgan demak ulug' siymolardan biri demak Xondamir hisoblanadilar. Mana shu Xondamirning Makorimul axloq degan kitoblari bor. Bu hozirgi kunda juda ko'p marotaba qayta nashr qilindi. Quvonarli jihatlardan biri mana shu asardan Hazrat Navoiy haqidagi o'sha barcha qiziq ma'lumotlarni, kerakli ma'lumotlarni
ko'rib olishimiz mumkin va unda Navoiyning o'sha bunyodkorlik ishlari, o'sha ko'priklar, demak masjidlar, karvonsaroylar qurdirganliklari, qancha o'sha vaqf yerlarini tashkil qilganliklari, umuman o'z hisobidan yilda 2 marotaba o'sha faqir bechoralarga demak osh nonu kiyim kechakgacha tarqatganligi, umuman qanchadan qancha talabalarga rahnamolik qilgani, u kishining hatto o'sha yashagan xonadoni uyi unsiya deb nomlangan. Mana shu unsiyada bir nechta xonadan iborat bo'lgan, o'zlari istiqomat qilgan ikkitasida, qolgan barcha xonalarni o'sha o'z davrining talabalariga, tolibi ilmlarga bo'shatib berganlar. Ular o'sha talabalar Navoiy bilan birgalikda yashab istiqomat qilishgan. U kishini o'sha karamidan, saxovatidan, marhamatidan ko'pchilik o'z davrida bahramand bo'lgan. Nafaqat yoshlar, tolibi ilmlar, bu har yo'nalishdagi rassomdan tortib demak matematikgacha yoki adabiyot sohasidan deylik dinshunosgacha hammasi u kishini rahnamoligidan demak manfaat topgan. Bu demak jamiyat va davlat arbobi ekanligini qiyofasini chizib beradi. Xamsa dostoni ichidan o'rin olgan Hayratul Abror asari haqida va uning mazmun mohiyati haqida to'xtalsak. Xamsa navislik demak bu sharq adabiyotidagi eng katta, eng yirik janrlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda adabiyotshunoslar, navoiyshunoslar aytishadiki, xamsa bu super janr. G'arbda yoki boshqa joyda buni muqobili yo'q. Bundan katta janr mavjud emas deyishadi. Va mana shu xamsa yozish demakki, o'sha qaysi tilda yozilgan bo'lsa, o'sha tilning va o'sha adabiyotning naqadar buyuk ekanligini ko'rsatib bera oladigan mezonlardan biri hisoblangan va quvonarlisi turk she'riyati, ya'ni o'zbek she'riyati mana shu mezonga, mana shu talabga bemalol javob bera olgan o'sha davrda. Va endi bu xamsa beshlik degani 5 ta asardan iborat tarkibi: Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sab'i Sayyor va Saddi Iskandariy asarlari Hazrat Navoiyda. Va buni birinchi dostoni demak Hayratul Abror dostoni hisoblanadi. Zahiriddin Muhammad Boburnamada Hazrat Navoiy asarlari orasida 10 ta asarni alohida ta'kidlab aytadilar. Bular 4 tasi Hazoinul Maoni ichiga kiradigan 4 ta devon, keyin xamsa tarkibida kiruvchi 5 ta doston va yana Lisonut Tayr dostoni hisoblanadi. Mana shu 10 ta asarni shu bebaho asarlar sifatida e'tirof etganlar Bobur hazratlari va bu haqli edi. Endi bevosita Hayratul Abror dostonini o'sha nomidan boshlab agar tahlilga kiradigan bo'lsak, Hayratul Abror. Abror so'zi bu demak yaxshi kishilar ma'nosini anglatuvchi so'z hisoblanadi. Hayrat esa o'sha hayratlanish ma'nosini beradi. Hayratul Abror bu yaxshi kishilarning hayratlanishi demak. Endi bu hayrat so'zi ham, abror so'zi ham aslida tasavvufiy istiloh hisoblanadi. Abror deganda o'sha avliyolarning bir turi tushuniladi. Avliyolarning ham darajalari bor. Masalan, birinchi darajali, ikkinchi, xuddi shunday daraja avliyolarning turlari bor. Eng yuksakda qutub degan daraja hisoblanadi. Mana shu abror ham ana shu darajalarda, avliyolarning darajalaridan biri hisoblanadi. Hayrat so'zi esa bu ma'naviy kamolot bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ma'naviy kamolot bosqichlarini Lisonut Tayrda Hazrat Navoiy juda chiroyli ketma-ketlikda beradilar. Ya'niki uni vodiylar ko'rinishida berganlar. Talab vodiysi, ishq, ma'rifat, istig'no, tavhid, hayrat, faqru fano, keyin baqo. Mana shu faqru fanogacha 7 ta vodiydan demak 6-vodiy, 6 demak ma'naviy daraja bu hayrat maqomi, hayrat darajasi hisoblanadi.
Demakki buni nomi ham bu asarni bu shunchaki yaxshi odamlarning hayratlanishi emas, bu o'sha avliyolarning bir turi darajasiga, o'sha maqomga ko'tarilgan kishilarni ham o'sha hayratga soladigan maqomdagi asar ekanligiga ishora qiladi nomi ham. Endi asarni bevosita ichiga kiradigan bo'lsak, bu sharq adabiyotida bir an'ana mavjud. Buni tasnifi odob deb aytadi. Ya'niki kitob tasnif qilishda, kitob tartib berishda ma'lum bir qonun qoidaga, ma'lum bir odobga amal qilingan. Hamma narsani o'zini odobi mavjud bo'lgan, xossatan mana shu kitob yozishning ham odoblari mavjud bo'lgan. Va bu tasnifi odobga ko'ra yozilgan kitobning dastlabki kirish qismi albatta basmala bilan boshlanishi kerak bo'lgan. Undan keyin hamd, nat kabi boblar ketma-ketlikda kelishi kerak. Ustozlar e'tirofi, zamondoshlar e'tirofi yoki podshohlar, keyin asosiy qismga kirib ketilgan. Mana shu tasnifi odobga bevosita amal qilingan bu asarda o'sha basmalaning har bitta harfiga ta'rif, tavsif beradilar va bu bejizga emas. Bu Navoiyning bu dunyo qarashlari albatta o'zigacha bo'lgan allomalar, mutafakkirlarning dunyoqarashi asosida shakllangan. Xossatan o'sha mashhur mutasavvif Ibn Arabiyni albatta aytib o'tish kerak bu yerda. Navoiy ham demak xamsani o'sha basmala bilan boshlayaptilarki, basmala bobi bilan bu bobni demak o'sha 50 baytdan ortiq miqyosda bitta bismillah degan jumlani tushuntirilishi bejizga emas. Bu butun boshli xamsaning tarixi, rejasi deb aytsak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi fasl 3-fasldan boshlab munojotlar boshlanadi. Munojot degani o'sha najot so'rab, iltijo qilib Haq taologa yolvorish ma'nosida ketadi. Va mana shunday munojotlardan bu yerda 4 ta munojot beriladi va ilk munojotda demak Haq taoloni o'sha sifatlari ta'vil qilinadi. Ko'p olimlarimiz hozir aytayaptiki, bu demak Navoiy asarlari, xossatan xamsa bu demak o'sha islomdagi ulug' g'oyalarning badiiy talqini, badiiy tafsiri, badiiy ta'vili degan gaplar bugun haqli ravishda aytilyapti. Alisher Navoiyning o'sha davrda yozgan asarlari bugungi zamonaviy ilm-fan bilan bevosita bog'liq ekanligini ko'ramiz. Keling, siz mana shu Hayratul Abror asarini bugungi zamonaviy ilm-fan bilan nechog'lik bir-biriga bog'liq ekanligi haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Misol uchun o'sha Lisonut Tayrni eslaylik. Lisonut Tayrda keladiki, demak o'z vujudingga tafakkur aylagil, har ne istarsen o'zingdan istagil. Ya'ni sen nimani istayotgan bo'lsang, o'zingdan ista, o'zingni vujudingga tafakkur qil, o'zingdan topasan savolning javobini deb aytayaptilar. Bu fenomenologiya degan Yevropada, G'arbda falsafa nazariya bor. O'sha fenomenologiya degan nazariyaning boshida turadigan siymo bu Immanuel Kant hisoblanadi. Kantning bitta mashhur qoidasi bor. Narsa o'zida deydi. Nima narsa haqida savoling bo'lsa, uni o'ziga nazar tashla, o'zidan javobini, uning mohiyatini topasan deydi. Mana shu qoida keyinchalik fenomenologiya degan katta yo'nalishga asos bo'lgan. Xuddi shu mohiyatni Lisonut Tayrda Navoiy aytayaptilar. Tadqiqotlarning natijasida aytadiki, tush nima degan savolga, tush mana tunda uxlaganda ko'radigan tushlarimiz kunduzgi xayollarimizning ayni o'zginasidir degan qoidani beradi. Tadqiqotlarini xulosasida. Bu narsa Navoiyning mana shu xamsalarida Sab'ai sayyorda turibdi.
Alisher Navoiyning asarlari asosan o'sha insonlarni odob axloqqa, yaxshilikka, ezgulikka chorlovchi asarlardan iborat. Aynan uning Xamsa asaridagi Hayratul Abror asari ham ana shunday insonlarni yaxshilikka chorlovchi, o'sha ko'ngil, qolaversa so'zning qanchalik bebaholigi va so'zning ahamiyati haqidagi fikrlarni o'zida jamlaganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Navoiyning o'sha hamsanavislikka kirib kelishi haqida so'z yuritsangiz. Navoiy Xamsa yozishda ulug' salaflari Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiylarga ergashganlar. Mana shu 12-faslda ana shu ustozlarini ta'rifini, tavsifini keltiradilar. Bu yerda demak ustoz shogird munosabati bugun eng muhim demak mafkuradan biri hisoblanadi. Mana shu narsa ustoz shogirdlik butun bir taraqqiyotni asosida mana shu mezon turadi. Demak biz olgan har bitta ilmni bizdan avvalgi demak o'sha egalari bo'lishi kerak. O'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan bizga kelib. Va mana shundagina ishonchli hisoblanadi bir ilm. Agarki bir nechta avloddan avlodga ko'chib kelayotgan bo'lsa, ishonchli ilm hisoblanadi. Mana shu holatni demak ko'rish mumkin ustozlarga munosabatlarida. Yana bitta jihati bor shu yerda. Nizomiy Ganjaviy ham aslida Ozarbayjon turklaridan edi. Eng birinchi hamsanavis. Ikkinchi hamsanavis Xusrav Dehlaviy bu o'zimizni Shahrisabzdan Hindistonga ota-bobolari ko'chib ketgan Turkiya edi. Demak, Navoiy ham turk. Demak, Xamsa qaysi tilda yozilgan bo'lmasin, Navoiydan oldin misol fors tilida bir qancha xamsalar yaratilgan, Navoiy turk adabiyotida yaratdilar. Demak, eng ulug' hamsanavislar turkiylardan chiqqan. Bu demak turkiy tafakkurning naqadar baland ekanligini ko'rsatadigan jihatlardan bittasi hisoblanadi. 13-faslga kelib ustozlari, pirlari Abdurahmon Jomiy haqida fasl beradilar. Mana shu yerda ham ustoz shogirdlikni davomini ko'rish mumkin. Navoiy o'z-o'zidan Navoiy bo'lib qolgan emas. Uning Abdurahmon Jomiyga o'xshagan buyuk ustozlari bor edi va Navoiy aytayaptilarki, nomag'a kim roqib etib xomasin, ko'rmadim men ko'rmayin el nomasin. Ya'ni Abdurahmon Jomiy biror narsa yozadigan bo'lsa, avval menga ko'rsatar edi, keyin elga taqdim etar edi, keyin boshqalar ko'rar edi. Va xuddi shunday men ham bir asar yozsam, birinchi Jomiyga ko'rsatar edim, keyin e'lon qilar edim u kishining fikrlarini olib deb aytibdilar. Mana shu darajadagi ijodiy hamkorlik, shu darajadagi ustoz shogirdlik, mana shular Navoiy bo'lib shakllanishida juda katta xizmat qilgan jihatlar hisoblanadi. Bu ham demak ustoz shogirdlikni eng bir baland darajasiga misol bo'la oladi. Navoiyni mana shu fasllarda ijodiy konsepsiyalari ham aks etadi. Masalan, shunday bir ijodiy prinsiplardan biri Navoiy aytibdilarki, nukta suv yangliq eri tur toshni, topsa haqiqat o'tidin choshni. Ya'niki so'z nukta hattoki toshni ham erita oladi. Buning uchun esa haqiqat o'tidan choshni topgan bo'lish kerak. Ya'ni u so'zning zamirida haqiqat bo'lish kerak. So'zni zamirida haqiqat bo'lsa, u toshni ham suvday eritib yuborishga qodir bo'lgan kuch bu so'z deb Navoiy aytibdilar va shuning uchun ham mana shu butun o'sha haqiqat o'ti bilan demak bezashga asarlarini harakat qilganlar Navoiy. Va bu yerda demak o'zidan avvalgi hamsalarga ham baho berib o'tganlar. Demak Nizomiy Ganjaviyning demak Mag'zanul Asrori, Xusrav Dehlaviyning Matlaul Anvorini Jomiyning Tuhfatul Ahrori bilan qiyoslaydilar va aytadilarki, ul ikkini topsa bo'lur munda o'q, munda tuhaf ko'pki ul ikkida yo'q. Ya'ni bu bilan Nizomiy Ganjaviy va Dehlaviyni asarlarida bor hamma yaxshi jihatlarni Jomiyning Tuhfatul Ahroridan topish mumkin.
lekin bundagi go'zalliklarni u ikkisidan topib bo'lmaydi deb aytadilar va o'zlarining Hamsa yozishga sabab bo'lgan asar sifatida aynan Jomining Tuhfatul Ahrorini ko'rsatib o'tadilar. Xo'p, mana shunday demak, kirish qismlaridan keyin albatta so'z ta'rifida maxsus bob bag'ishlanadi. So'zga qadimda juda katta e'tibor qaratilgan. Navoiy aytadilarki, so'z guhariga yo'q oncha sharaf, kim bo'la olmas onga gavhar sadaf. Ya'ni so'z shunday bebaho gavharki, har bitta so'z uchun gavhardan quticha yasab, o'sha qutichalarga har bitta so'zni joylab chiqsangiz ham so'zning sharafiga loyiq ish qila olmagan bo'lasiz deb aytadilar. Chunki butun borliq olam so'z bilan yaralgan, so'z bilan tugaydi. Mana shu jihatlarga ham bu yerda Navoiy e'tibor qaratib o'tadilar. Xo'p, va nazm va nasrni qiyoslagan joylari bor. Nazm anga gulshanda ochilmoqligi, nasr qaro yerga sochilmoqligi. Bu mumtoz ijodda, mumtoz badiiy tafakkurda nazmga, ya'ni she'riyatga nasrdan ko'ra yuqoriroq baho berilganligini ko'rsatadi. Shuning uchun ham mumtoz adabiyotimizda nasriy asardan ko'ra she'riy, nazmiy asarlarni salmog'i ko'proq hisoblanadi. Ustoz, siz yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha asar kirish qismi asosiy qismlaridan iborat deya. Keling endi asarning asosiy qismiga to'xtalsak. Hayratul Abror dostoni umuman olganda 63 fasldan iborat. Asosiy qism 22-bobdan boshlanadi. 20 ta maqolat va bu 20 ta maqolatga tamsil sifatida, misol sifatida keltirilgan 20 ta hikoyat mavjud. 20 ta maqolat, 20 ta hikoyat bilan o'sha 40 ta bo'ladi. Kirish qismidagi demak 21 ta bob bilan demak 61 ta va oxirida 2 ta fasl, xotima, xulosa fasllar sifatida keladi. Mana shu 20 ta maqolatda ham bugun bizni ma'naviyatimizni ko'tarib turgan 20 ta ustun haqida demak mulohaza yuritadilar. Bu ustunlar qaysilar? Bular iymon, islom, odob, yoki adolat degan, yoki karam, saxovat degan, vafo degan mana shunday 20 ta qadriyat haqida bu 20 ta maqolat bag'ishlangan. Mana bu maqolatlar demak juda bir baland pardalarda nazariy jihatdan tushuntirib beriladi. Karam degan tushunchani mohiyati ochib beriladi va bizni qanday ma'naviy darajaga ko'tarish haqida gapiriladi. Karam, saxovat shunday tushunchaki, muhtoj odam sizdan so'ramasdan turib bera olsangiz, mana shu haqiqiy saxovat, karamdir deb Navoiy aytibdilar. Oni dog'i dema saxiy kim kishi, to tilamas bermak emasdir ishi. Ya'niki birov kelib tilamaguncha bermaydigan odamni saxiy deb, saxovatli deb aytma. Ya'niki saxovatli, karamli odam muhtoj odamni ko'rdimi, u so'ramasdan turib unga yaxshilik qila olish kerak, saxovat qila olish kerak degan demak qarashda ekanlar Hazrat Navoiy. Yoki bo'lmasa mana 6-maqolat adab dabidakim deb boshlanadi. Ya'ni odob haqida hisoblanadi bu va bu yerda demak Navoiy odob nima, tarki odob nima, ya'niki odobsizlik nima, bu masalalarga to'xtaladilar va bir qancha o'sha tarki adabning xususiyatlarini ham aytadilar. Masalan, tarki adabdan biri kulgudurur, kulgu adab tarkiga belgidurur deydilar. Va bu har bitta nazariy fikrlarini misollar bilan isbotlab ketaveradilar. Yoki mana shu yerda qarasak, mana ota-onaga munosabat. Mana shu aytish kerak, bizni o'sha yoshligimizdan ota-onalarimizga hurmatni, izzatni, munosabatni tarbiyalagan ulug' baytlar, mana shu baytlar. Chunki o'sha maktab chog'idayoq shu baytlarni eshitib, qulog'imiz o'rganib, shunga qarab turib, demak manzilni, yo'lni belgilab olganmiz. Qarang, Navoiy aytibdilarki, boshni fido ayla, ato qoshig'a,
jismini qil sadqa ano boshig'a, ikki jahoningga tilar sen fazo, hosil et ushbu ikkisidin rizo. Tun kuningga aylagali nur fosh, birisin oyangga birisin quyosh. Ya'ni boshingni otang qoshida fido qil, jismingni onang boshiga sadqa qil, ikki jahoningga tilarsan fazo. Ya'ni bu dunyoyu u dunyoda agar parvoz qilishni, yuksalishni xohlasang, istasang, mana shu ikkisining roziligini olgin. Tun kuningga aylagali nur fosh, ya'ni kecha-yu kunduzing nur bilan yo'g'rilishini, yorug' bo'lishini xohlasang, birisini oy deb bil, yana bittasini quyosh deb tushun, deb Navoiy aytyaptilar. Mana shunday qilib har bitta aytganlari bugungi o'quvchini, bugungi yoshlarni-yu kattalarni hammasini ma'naviy yuksalishiga sabab bo'ladigan qarashlar hisoblanadi. Bir kitobxon sifatida, bir Navoiy ijodining o'qirmani sifatida bugungi kitobxonlarimizga, kitob mutolaasi bilan band bo'lgan yoshlarimizga albatta Hazrat Alisher Navoiy asarlarini o'qishni tavsiya qilaman. Bu asarlardan o'zingiz uchun kerakli bo'lgan eng baland tushunchalarni, ilmlarni bemalol olishingizga men ishonaman. Rahmat ustoz, chiroyli fikrlaringiz uchun. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'taman, bizning bugungi suhbatdoshimiz Qarshi davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Avaznazarov Odiljon bo'ldilar. Alisher Navoiy nafaqat mumtoz adabiyotga, balki jahon adabiyotiga o'zining ulkan hissasini qo'shganligi bilan ajralib turadi. Navoiy haqida juda ham ko'p fikrlarni yoki juda ham ko'p so'zlarni gapirishimiz mumkin. Shu o'rinda yakuniy so'zni O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimning bir so'zi bilan yakunlashni joiz deb bildik. Navoiy bizning hamma narsamiz degan edi. Haqiqatdan da Navoiy bizning o'zligimizni anglatuvchi va bizning milliy qadriyatlarimizni o'z asarlarida ifoda etuvchi buyuk shaxs va buyuk ijodkordir. Aziz teletomoshabinlar, mutolaa ko'rsatuvining navbatdagi soni o'z yakuniga yetdi. Siz albatta dasturlarimizni tomosha qilib boring. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.